Atigi bir daqiqada Prezident maktabiga kirish uchun tizimli ravishda tuzilgan kitoblar bilan tanishtiraman. Eng muhimi oxirida. Videoni o'tkazib yubormang. Buni kim buzdayapti? Matematikaga endi qadam qo'yayotgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan Kemaning boshlang'ich matematika kitobi. Bu kitob o'quvchilarga matematikani osonroq va tezroq o'rganishiga yordam beradi. Yangi chiqqan ingliz tili kitobi. Bu kitob ichida grammatika o'zbek tilida o'rgatilganligi va savollari PET va KET turdagi savollar bilan boyitilganligi bilan boshqa kitoblardan ajralib turadi. Demak, o'quvchi bu kitobni o'qiydigan bo'lsa, imtihonga parallel ravishda imtihonda tushgan savollar bilan tayyorlanadi. Kemaning katta matematika kitobi. Bu kitob fanni oldin o'qigan, tushunchasi bor o'quvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, aynan imtihondagidek savollarni qidirayotgan o'quvchilar uchun ayni muddao. Oldin ishlatganlar bu kitobni izohlarda yozib ketsangiz ham bo'ladi. Tanqidiy va mantiqiy masala va misollarni o'z ichiga olgan Kemaning muammoni hal qilish va tanqidiy fikrlash kitobi. Bu kitob o'quvchilarni nafaqat imtihonga tayyorlaydi, balki hayotda ham tanqidiy fikrlashga o'rgatadi. Va nihoyat oxirgisi, Prezident va Xorazmiy maktabiga testlar kitobi. Bu kitobni ichidagi savollarni yecha oladigan o'quvchilar imtihondagi savollarga 100% tayyor bo'ladi. Aytgancha, kitobni respublikaning istalgan kitob do'konlaridan topishingiz mumkin.